Assalomu alaykum qadrli do'stlar, hurmatli qadrdonlar. Bizni YouTube'dagi obunachilarimiz va obuna bo'lmasdan kuzatadiganlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa bugungi videomiz ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Yevropa gazining full komplektatsiyasida nimalar kiradi va u qanday mashinalarga qo'yiladi? Evans blok управления, ko'ryapsizlar? Evans blok управления, Sportning Dakota injektor va Nordic italyanskiy reduktor. Qo'shimcha datchik, ya'ni klapan, armatura, Turkiyaniki va knopka. Endi videoda oxirigacha ko'ring, bu qanday mashinaga qo'yiladi. Qo'yayotgan mashinamiz xuddi sizga ko'rsatgan full komplektatsiya, именно mana Arrizo 6 Pro ga qo'yilgan. Evans blok управления, qo'shimcha funksiyalari mavjud. Qanaqadir mashinada gazga taalluqli xatolar bor bo'lsa, o'qib boradi hamda o'zida yozib boradi. Dakota Sportning injektor qo'yganmiz, 2 ohmlik. Mashinani ot kuchiga qaraganda bemalol xudo xolasa ot kuchini yo'qotmasdan o'zi yetkazib bera oladi. Fagomit original shlanka va Nordic va Nordic italyanskiy reduktor qo'yib berganmiz va qo'shimcha klapan qo'yganmiz. Bu nimaga? Balon tomonidan keladigan musor albatta birinchi shunga kelib qadaladi. Buni qo'yishligimizning sababi ko'p holatlarda yomon gaz quyilib klapanga, ya'ni reduktor klapaniga ham yoki magnetik klapanning orasidagi magnit o'qiga ham tiqilib qolib gazga o'tkazmay qoladi. Shuning uchun albatta qo'yishligi shart. Bu sizga ham shuni tavsiya qilamiz. Baloniga keladigan bo'lsak, balonimiz 65 litrlik balon qo'yilgan. Fesa firmasiga tegishli. Fesa firmasi bu Turkiyaning eng ilg'or va oldi firmalaridan biri. Ko'rsatib turgan armatura mana bu ham turetskiy haqiqiy original atekerga tegishli. Bunga qo'shimcha ravishda mana bu datchigini olib borib 60-70% ishlaydigan datchiklarigacha qo'yib beramiz. Shu holat, akalar, shu holat full variantga kiradi. Full variantga qo'yilishligi kerak bo'lgan mashinalar qatoriga hamma mashina kiradi. Ya'ni deylik, Gentrace bormi, Cobaltis bormi, Nexus bormi, hammasiga full qo'yadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun, biz uchun emas, siz uchun yaxshi bo'ladi. Bu full variantga qo'yilganda 12 ta viloyatda amal qiladigan garantiya ham bo'ladi. Bu mashinaga ham aytganimdek o'ziga xos qilib qo'yib berganmiz. Qo'yilgan zapchasimizga 1 yil kafolatini hamda 1 yil servis xizmatini beramiz. Xizmatlar bo'yicha ma'lumot qoldiramiz. Bemalol xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'linglar.